Jo'xa bugun qishloqda ajoyib va qiziqarli sirli voqealarni boshdan o'tkazadi. Albatta videoni oxirigacha ko'rishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Mayli jigar, keyinroq gaplashamiz unda. Kech bo'lib qopti o'zi. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo'xa va sizlar meni yangi videoyimda. Sizlar albatta videoni oxirigacha ko'ringlar va kanalga tez obuna bo'linglar, chunki nimagadir sizlar meni kanalimga obuna bo'lmasdan videolarni kuzatyapsizlar. Bu menga esa juda ham yoqmayapti. Bugun kun juda ham yaxshi holatda. Issiq ham emas, sovuq ham emas deganda, men esa o'zimning ishlarim bilan mashg'ul bo'lib yuribman har doimgidek. Hozir polizda ishlar bor, o'sha ishlarni hal qilib olishim kerak. Polizdagi ishlarni hal qilib bo'lgandan keyin janob merga soliq to'lashga borishim kerak. Nimagadir janob mer har doim ertalab polizdagi soliqlarni nimaga olib kelmading derdi, bugun nimagadir aytmayapti. Aytgancha yangi nima edi? Ketmon sotib olgandim. Buni bilsanglar kerak. Menimcha o'tgan galgi qismda bilmasanglar agar avvalgi videolarni ko'rishinglarni maslahat beraman. Lekin sizlardan вообще-то xafaman, aytayman. Nimagadir sizlar kanalga obuna bo'lmayapsizlar va like ham unchalik shart emas. Kanalga obuna bo'lib videoni oxirigacha ko'rish kerak. Men uchun o'zingizlar tushunasizlar bu nima kerakligini. Hozir esa janob merda nima telefon qilmayotganiga men biroz hayron bo'lyapman. Har doim ertalabdan telefon qilardi menga. Jo'xa tezroq yetkazib ber, Jo'xa tezroq soliqlarni olib kelib to'la, bo'lmasa qishloqdan ketasan derdi. Bugun esa hech narsa degani yo'q. Bilmadim, balki esidan chiqib qolgandir, balki telefonni puli o'chib qolgandir yoki shunaqa qanaqadir sabab bo'lgani uchun ham balki aytmayotgandir. Hozir borib bilib kelaman albatta obunachilar. Hozir mana shu yerdan asta o'tib olsam, muhim buzmadim polizimni bugun. Juda ham ajoyib. Qo'shnim yangi gelik sotib olgan, buni menimcha ko'rgan bo'lsanglar kerak. Ko'rmagan bo'lsanglar ham aytib qo'yaman sizlarga hozir. Qo'shnim yangi gelik sotib oldi. Tak, hozir politsiyachilar da kelishibdi. Qanaqasiga da kelishibdi deyman. Assalomu alaykum politsiyachilar. Sizlar bu yerda nima qilyapsizlar tushunmadim. Bizda bu yerda muammo yuzaga keldi. Qanaqa muammo? Janob mer yo'qolgan. Qayoqqa yo'qoldi janob mer? Bilmasam. Berkinmachoq o'ynamayapsizlarmi o'zi? Qanaqa berkinmachoq tushundimsan? Yo'q, hech narsa. Tak, bu yerda sizlarni mashinalar zo'r emas, zo'r bo'lish kerak edi, lekin bilmadim. Jetel janob mer qayerdaligini bilmaysan? Men qayerdan bilay? Balki biror joyga ketgandir dam olishga xotiri bilan. Yo'q, ketishgan bo'lishi mumkin emas. Qayerga ketishi mumkin? Obunachilar, axir janob mer har doim qishloqda o'zining ishlari bilan shug'ullanib yurardi, lekin uyda yo'q deyishyapti, yo'qolgan deyishyapti. Nahotki kimdir janob merni o'g'irlab ketgan bo'lsa? Yo'q, unaqa bo'lishi mumkin emas. Mayli, hozir polizimdagi hosillar shu yerda tura qolsin hozircha. Keyin esa ko'raman nimadir bo'ladi. Lekin rostdan juda ham g'alati, juda g'alati. Nahotki janob mer yo'qolgan bo'lsa, janob mer yo'qolgan bo'lsa, endi qishloqda kim mer bo'ladi? Mana bu bratanni qo'yib qo'yaylikmi, qora bratanni. Jetel rostdan ham janob mer yo'qolganmi? Bilmadim, shu politsiyachilar shunaqa deyapti-ku. Tushunali. Undan men hozir aniqlik kiritishim kerak. Lekin qanaqasiga aniqlik kiritsam bo'ladi? Hozir nimadir qilish kerak. Mana bu yerda uyi bor edi janob merda, lekin uyda ham ko'rinmayapti. Hozir uyning ichini bir amallab ko'rib olishim kerak, lekin politsiyachilar menimcha kirgani qo'yishmaydi. O'shaning uchun hozir pana bo'lib turib, sekingina bildirmasdan ichkariga bir qarab olaman. Janob mer nima qilyapti ekan? Obbo, seyflarni qo'yib tashlagan. Bu yerdan hech narsa ko'rinmaydi. Tak, mana shu yerdan ko'raman. Votta qonmi? Qon izlari. Bu yerda nima bo'lgan tushunmadim. Nahotki yo'q. Nima qon izlari turibdi? Men shunga hayron qolyapman. Balki qon emasdir, ketchupdir balki. Yo'q, qanaqa ketchup bo'lishi mumkin? Qon, 100% qon. Lekin qayoqdan kelib qoldi qon? Men shunga hayron qolyapman. Mayli, hozir hammasini aniqlik kiritishga harakat qilaman hammasiga. Lekin juda ham tushunarsiz. Bu yerda jetellar janob mer yo'q bu yerda? Albatta yo'q, chunki bo'lganda ham ko'ringan bo'lar edi. Lekin qayoqqa ketdi ekan janob mer? Men shunga tushunmayapman obunachilar. Qayerni izlashni ham bilmayapman. Qayerni izlashni bilganimda ham mayli edi, biror joyda izlab ko'rardim. Lekin aniq qayerdaligini ham bilmayapman. O'zi boradigan joyi faqat dam olish uchun sohil bo'yiga borardi. Keyin meni yonimga kelardi, birga gaplashib o'tirardik. Sport zalda ham tayyorlanishga kelardi ba'zida, lekin sport zalda emas. To'xtanglar, hozir aniqlik kiritaman. Telefoni ham ishlamayapti qizig'i.
Bilmadim qayoqqa ketdi ekan janob mer. Balki biz bilan hazillashayotgandir. Bugun 1-aprel bo'lgani uchun yoki shunga o'xshash nimadir. Yaxshi, yaxshi. Kech bo'lib ketibdi, uxlash kerak menimcha, chunki bunaqa vaqtda o'zi uxlayotgan vaqtim bo'lardi-yu, eshik taqillab qoldi, tushunmadim. Kim taqillatib ketdi kechasi? Stop, hech kim yo'q. What the? Bu qanaqa sandiq, obunachilar? Qanaqasiga kechasi, qanaqa ertalab yemoqchi bo'lyapmanmi? Kechasi yarim tunda kim bu yerga sandiq qo'yib ketdi? Qanaqadir xatmi, qandaydir. Mer $1000 ga teng. Koordinatalar va demak merni o'g'irlab ketishgan va evaziga pul so'rashmoqda. O'sha koordinatalarga borsam agar, demak janob merni menga berishadi. Lekin politsiyachilar ham ketib yoribdi-ku. Politsiyachilarga buni ayta olmayman. Agar ularga aytadigan bo'lsam, demak seni ham hissang bor bu ishda deydi. Ya'ni sen ham aralashgansan deb aytishadi. Bu esa biroz g'alati bo'ladi. O'shaning uchun hozir menda bitta reja bor, qaranglar. Bu yerdan telefonimni olib olayda. Koordinatalarni topib o'sha yoqqa boraman. Tapor ham aniq bilaman kerak bo'ladi. Yaxshi, bu yerni yopib qo'yaman. Hozir bu yerdan pul olish kerak, $1000. Janob merni qutqarish evaziga ularga $1000 pul berishim kerak. Tak 64 va 68 ta. Bu aniq bilaman yetmaydi. Hozir bu yerdan 64 tani yarmini olsak, 32 ta 64 ta bo'ladi. Tak nechta bo'ladi? Hozir hisob kitob qilayda. 60 taga tak buni qo'shamiz, da 100 ta $1000 bo'ldi. Lekin nimaga bunaqa pul so'rashdi, men hayronman. Mayli, hozir koordinata bo'yicha o'sha ko'rsatilgan joyga boraman. Lekin u joy qayerda joylashganini to'g'risini aytsam bilmayman. Bunaqa joylar qishloqda bu jitel nima qilyapti? Mayli, nima qilayotgan bo'lsa ham o'zi biladi. Menimcha uyqusirab nimadirni boshlagan. Men esa tezroq janob merni topganim ma'qul. Xo'sh, bu tomonlarda ham yo'q. O'sha koordinata bo'yicha xullas borganim ma'qul. O'sha koordinata voy, jitillarga nima bo'lyapti? Cho'ta hammasi uyqusirab yotibdi. Qanaydir kasal tekkanmi bularga bilmayman. O'rmonning ichi ko'rsatilgan o'sha koordinatada hozir topaman. Qarab turinglar. Stop. Bu yerda obunachilar, bu yerda g'alati narsa ko'ryapman. Bu yerda nima bor ekan? Tushunmadim. Meni eshigimning yonida turgan sandiqqa o'xshaydigan sandiq bor ekan bu yerda. Bu yerda buni ham ichida pul qo'yiladigan joylar. Tak, to'xtanglar, lekin menda bitta boshqa ideya bor. Hozir o'sha ideyani qilsamchi? Ya'ni hozir daraxtning ustiga chiqaman-da kuzataman. Ya'ni kim keladi bu yerga pulni olib ketishga va o'sha kelgandan keyin, janob merni olib kelgandan keyin o'shani o'ldiraman, olib kelgan odamni. Keyin janob merni ham qutqaraman, pullarni ham qaytarib olib ketsam bo'ladi. Tak, mana shu yerdan o'tirib kuzataman yaxshisi. Tak, menimcha ko'rinmaydi bu yerdan. Endi kelishini kutish kerak. Xo'sh, qachon kelarkina juda ham ko'p kutamanmi yoki? Mana endi aniq ko'rinmayman. Hop. Endi kelishini kutish kerak. Qachon kelarkina? Tezroq kim bo'lsang ham. Shu yetmay turuvdi. Janob merni ham o'g'irlab ketadimi bizga kerakli odamni? Baribir ko'rinmayapti. Hayronman. Balki aldagandir, 1-aprel hazili. Bugun hamma o'zi, voy, oyog'im. Normali mayli. O'zi hamma bugun aldayapti 1-aprel bo'lgani uchun. SMS keldimi? To'xtanglar. Qanaqa SMS? Sen nega kelmading? Endi merni ola olmaysan. Vatta. Yashiringanimni bilib qolishgan shekilli, o'shanga sen nega kelmading deb yozyapti. Ya'ni meni o'zim berishim kerak edi pulni ularga. Yo, bilmadim. Xullas pulni tashib ketaman, mayli. Keyinchalik olishadi o'zlari. Menga esa janob merni bilmam qachon qaytarib berishadi, u o'zlariga ayon. Lekin xohlardimki janob merni tezroq qutqarishni. Shunda hammasi yaxshi bo'lardi. Nimaga bu yer bunaqa holatga tushib qolgan? Yaramas yetellar, nimaga bu yerni buzib tashladinglar? Nimaga bu holatga keltirdinglar? Daraxtlarni buzib tashlashgan. Bu yerda esa nima qilishyapti? Diskoteka bo'lyaptimi kafeda? Shunaqa shekilli. Barning egasi nimagadir ko'rinmayapti. Balki barning egasini bular aldab turib nimadir qilgan bo'lsa-chi. Galim, menga ishi bor shekilli. Menga baribir kuching yetmaydi. Yaxshi uzoqroqda yur. Xo'p, baribir kuch yetmaydi, lekin menga kelib sakraydi. Hayronman, nimaga bunaqa galimlar? Hozir tak, bu yerda yo'q, aniq hech kim, janob mer ham boshqa ham. Shu uyning ustiga o'ta olamanmikin bitta sakrab?
Yo, menimcha o'tolmasam kerak. Hozir tak polizning ustigachi o'tolamanmi? Aha, tak, no o'tolmas ekanman baribir. Hozir mana bu yerdagi narsalarni olib tashlayman. Baribir kerak yo'q. Xo'p, bu yerga joylashtirib qo'yaman, qaytarib bo'ldi, всё. Merni oladigan joyda koordinatasi bor bu yerda. Lekin u koordinatada mer bormi yoki boshqa bilmadim. Aniq ma'lumot kiritmagan xullas. Polizda hosillar, yana SMS keldimi? Janob merni olib ketish uchun manzil qoldiribdi. Juda ham yaxshi. Endi janob merni o'sha manzildan borib olishim kerak, lekin biroz uzoqroqda ekani mayli. Hozir borib janob merni qutqarib kelaman. Janob mer, nahotki mana bu tomonda shekilli ko'rsatilayotgan manzil. Hozir mana shu tomonga boraman. Xo'p, hammasi normal. Janob merni qayerga olib borib yashirdi ekan, yaramas. Kim o'g'irlagani menga hozir qiziq bo'lyapti. Qanaqa joyga olib borgani qiziq emas, kim o'g'irlagani qiziq. Pulni olib ketdimi ekan mana bu tomondan. Hozir manzil bo'yicha boraverayin chiqani. Xo'sh, tak, atrofda hech kim yo'q. Qop-qorong'u hamma yo'q. Normal. Muhimi menga hujum qilishmayapti-yu, to'g'rimi? Agar hujum qilib qolgudek bo'lsa, meni ham o'g'irlab ketsa, meni qutqarishga keyin boshqa hech kim yo'q. O'zim hammani qutqarib yuraman, lekin meni qutqarishga keyin odam topilmay qoladi. O'shaning uchun stop. Bu yerda manzil shaxtaga kirib boradigan yo'l ko'rsatilganmi? Demak, shaxtada qanaqadir sirli joy bor, mana shu yer ko'rsatilgan ekan. Men esa kirkamni olib kelmabman. Obbo, nechiva hozir kirka. Stop. Bu yerda qanaqa eshik? Tushunmadim. G'alati. Rostdan ham g'alati. Buni qaranglar, hech kim yo'q atrofda, lekin bilmadim bu yerga kim qanaqa eshik qo'yib ketdi ekan. Hozir tak yopiq ekan-ku, buni qanday ochsam bo'ladi? Hozir ochilar ekan. Voy, janob mer. Jo'xa, meni qutqarish keldingmi? Yordam ber, iltimos. Sizni yordam berishga keldim sizga hozir 1 minut. Men kirkamni olib kelay. Kirkamni olib kelmabman, hozir kelaman 1-2 minutda. Yaxshi, janob mer topildi, juda ham ajoyib. Hozir borib tezroq kirkamni olib kelsam, janob merni qutqarar edim. Xo'p, tezroq yugurish kerak, tezroq uyni yoniga borib, kirkani olib tezroq qaytib kelishim kerak. Xo'sh. Nahotki shunchalik uzoq joyda bo'lsa, uyim ham. Mayli, hozir bir amallab borib kirkani tezroq olib kelaman va janob merni chiqazib olib, uyiga eson-omon yetkazib qo'yaman. Yaxshi bo'ldi merni topganim. Agar topolmaganimda borma qishlog'imiz mersiz qolib ketsa, kim mer bo'lardi? Axir o'zim mer bo'la olaman-ku, lekin o'zim ham unchalik zo'r mer bo'la olmayman. Chunki u mer ancha yildan beri merlik qiladi. Ya'ni bir necha yildan beri desam ham bo'laveradi. Ketdim, borib hozir qutqarib kelaman.